to'rtinchi test 7-chi savol bo'yicha yechim qiladigan bo'lsak, tasvirdan foydalanib shakl perimetrini toping degan. Mana bu shaklni perimetr. Bo'lmaganda perimetr nima degan? Perimetr berilgan shaklning chegarasini uzunligiga aytiladi. Aytaylik, bir bola mana bu nuqtadan harakatlanishni boshlasin, mana bu tomonga qarab. Xo'p, bu betdan yurib paytga keladigan bo'lsa, bosib o'tgan masofasi qancha bo'ladi? 9 bo'ladi. Endi yuqoriga qarab harakatlansa qancha bo'ladi? Bu tomonning uzunligi 5 bo'lganligi uchun bu tomonning uzunligi ham 5 bo'ladi. Endi bu tomonda harakatlangani. Bu ham 5. Murakkab shakllarda perimetrini topish bo'yicha ushbu usuldan foydalangan holda mana bu uzunlik, mana bu uzunlik, mana bu uzunlik va mana bu uzunlik birgalikda 9 ga teng hisoblanadi. Sababi buni yuqoriga parallel ko'chiramiz. Natijada past uzunligi qancha bo'lsa, yuqori ham shuncha bo'ladi. Bu 9, yuqori qismi ham 9 bo'ladi. Shundan bu yerga 9 qo'shib yuboramiz. Bu yerda bosib o'tgan yo'llarini alohida topib bo'lmaydi, lekin shu uchala kesma, uchala qizil kesma birgalikda 9 ligi ma'lum. Endi past yurgani ko'rinib turibdi, bet 2. Keyin oxirgi bo'lagi qoldi, mana bu yer bet ham 2. Hisoblab qo'yamiz. 32 hosil bo'ladi. C javob.